Men bu daraja bo'lib ketishini o'ylamadim, lekin bir kun kelib yonida do'st deb bilganlarni qurbon qilishini o'ylamagan ekanmiz biz. Mana men qurbon bo'ldim bitta tuhmatga 150 million. Musayib qarang, siz tushunasiz qonunda 150 million pulim o'g'irlandi dedi. Bir kechada dedi. U bo'lishi ham mumkin emas edi. Men Dubaydan ham olib ketolmas edim u pulni. TikTokga ham tiqvara olmas edim. U bilan kelishganmiz. Qashqadaryoga borasan deyapti. Ana bitta hacker akam bor deyapti. O'shanga uchraysan deyapti. Meni telefonimni, iCloudlar, anaqalarini olishdi, hamma narsasini, mayllarini. Bo'ldi deyapman, kelyapman O'zbekistonga. Hech narsadan xabarim yo'q. Qashqadaryoga ketyapman. Bir ikkita akalarga aytdim, akalar yonimda turinglar, qanaqa odam chiqishini bilmayman dedim. Hakkerga uchrashim kerak ekan dedim. Bordim, ukasi keldi oldimga. Aka dedi, sizni bitta aka chaqiryapti dedi. Uchrang telefoningizni ko'rsin dedi. Hakkermi dedim? Ha dedi. Aka siz hacker ekansiz. Mana telefonim dedim. Musayib desam, menga bunda udasini ko'rsatdim, men ichki ishlardanman dedi. Ustingizdan 102 bo'lgan dedi. Men hacker emasman dedi. Ukasiga aytdim, dalboyo nimaga 102 qildinglar dedim. Yo, biz qilmadik deyapti. Bank qilardi avtomatik deyapti. Tushunasizmi? Kiryapman, kibr xavfsizligidan tekshiruvdan o'tyapman. Yana tumaniga ketyapman, ertan tergovdan o'tyapman, hammasidan o'tyapman. Ukasiga savol beryapti. Qancha pul yo'qolgan desa 60 million deyapti. Men aytayapman 150 millionni deyapman. Ana tergovda aytayaptiki, qani isboti deyapti. Ayamga g'aznaga kelgan, karta manda, akamda, nomer manda bo'ldi, ukasini qulog'iga qo'yib yubordi. Yolg'on informatsiya bilan kelding deb. Keyin menga aytdiki, aka dedi, nima xohlaysiz dedi. Men adolat xohlayman dedi. Xavotir olmang dedi, qonun sizni dedi. Bekardan bekor tuhmat qilib tiqib qo'ymaydi dedi. Adolat bo'ladi hamma joy dedi. Xullas hamma narsa bo'ldi, men tushuntirish xati bilan chiqib ketdim. Ular menga mehribonchilikni yoqishni boshladi. Keyin, "Voy, men nomimni oqlab qo'y" dedim. Shuncha odamni oldida hamma o'g'ri qilib meni dedim. Desam, hojat jahl chiqqanda aql ketadi dedi, Telegramda o'chirib tashladi. U mavzu